Assalomu barchaga. 100 kuchli traktorimiz bilan bu yerda 90 kuchli traktorimizni mana hozir arqon bilan belashtiryapmiz. Kim yutadi? Izohlarda yozib qoldiringlar. 100 kuchimi yoki 90 kuchimi? Mana modellarni ham bitta ko'rib olasizlar old tarafdan. Bu boshqacharoq dizayn. Bu boshqacharoq dizayn. Ikkalasi ham fora. Hozir qiziq video bo'ladi. Video davomida ko'rsanglar maza qilasizlar. Xo'p, keyin YouTube'da Verago kanalida 5000 ta obunachi bo'lsa, $200 o'ynaladi. $200 da 4 kishiga xudo xolasa bo'lib beramiz. Keyin Instagram ham bor. Instagramda ham konkurslar davom etyapti. O'sha Instagram kanaliga ham obuna bo'lib olasizlar. 15000 ta, 10000 ta bo'lishiga oz qoldi. 15000 ta bo'lsa, yaxshi sovg'alar bor. YouTube'ga Verago kanaliga xudo xolasa obuna bo'lsanglar, qolgan videolarni ham ko'rib turasizlar. Demak, hozir video davomida qani kim yutar ekan? Kommentariyada yozib qoldiringlar, videoni ko'rishdan oldin. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, shu arqon uzilib ketadimi, uzilib ketmaydi bilib olasizlar. Qani, videomizni boshladik. Kimga tikasizlar? Davdi. Qaysi yutadi? 96 kuchi. 90. Menga 100 kuchi 1004. 1004. Bu og'irroq kabinali degan ustamiz buni tortib ketadi o'ylayaptilar. 90 da. Ko'ramiz. Qani, videoda oxirigacha ko'rsanglar, kim yutishini ko'rasizlar. Boshladik. Hoppa. Akalar, jang boshlanyapti. Qani kim yutardi? Davom etamiz, oxirigacha ko'rsanglar, shu bolasi kim yutganini sekin ko'rib olasizlar. Boshlashyapti akalarimiz. Go! Ketdi. Qotib ketyapti. Ketdi. Tuzilib ketdimi? Gazan berasizlarmi? Go'mi? Endi mana haqiqiy ish boshlandi. Ketdi. Go! Mo'min aka qaysi bir ishlayga? Nargimi? Qo'ying. Huzur. Mo'min aka pul tikadimi be? Ko'rdinglar?
100 ot kuchi yutdi, 90 ot kuchilik. Xullas, xafa bo'lib qoldi. 10 ot kuchi farqi bor. Endi biz 40 ot kuchilik traktorni 90 ga qo'shmoqchimiz. Uni videoda ikkinchi qismida ko'rsanglar bo'ladi. Shu kanalga o'tasizlarda, kirsanglar, xudo xolasa, kommentlar yozib qo'ysanglar, qiziq, bosinglar, qo'yinglar desanglar, xudo xolasa mana shu to'g'ri to'g'ri. Xo'p, bunga ulangan holatda bu bilan belashtiramiz. 100 ot kuchi bo'ladi, bu yoq 130 ot kuchi bo'ladi shunda. Kanalga kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Kim yutishligini.